Bismillahirrohmanirrohim. İlk sahifa. Bu qadim bir hikoyadir Soqiy. Quloq solaman desang aytib berayin. Yo'q, eshitmaydigan bo'lsang, hayollarimni hechlik chuquriga otib, ko'zlarimni qorong'ulik bilan kuydirayin. Tasavvurlarimning yulduzini yulib tashlayin. Eng qahratan sovuq payti bo'sh qolgan qabrda yotayin. Hayotimning qulfini tilimga urib, lablarimga tamg'a bosayin. Quloq solmasang, so'zlarimni sukut saqlashga majburlab, tovushsiz yig'layin. Quloq sola qol Soqiy, tinglamasang telba bo'lib qolaman. Bu qadim bir hikoyadir Soqiy. Bu shunchalar eski voqeaki, hatto o'zim ham aslini unutdim. Bu hikoya uydirma emas, bu hikoya voqelikdan cho'chiydi. Kunduzini zindon deb biladi, tunlarini esa Shamila izlaydi. Bu hikoya muttasil yig'lab turgandek, tinglagin Soqiy. Quloq solmaydigan bo'lsang, parvonani shamga tashlay olmayman. Ha, men baribir jim bo'lmayman. Hech yo'q, harfsiz, so'zsiz va tilsiz gapiraveraman. Ikkimizning tilimiz bir emas Soqiy. Sen bilan bitta tilda gaplashmaymiz. Ha, so'zlar o'shadir. Lekin ma'nolari butunlay boshqa. Bu hikoya ongimning har bir go'shasida bezovta turadi. Ha, mening tilim ham unikidan boshqa til. Mening tilim ko'z yoshlarimdan kelib chiqadi. Tomog'imga go'yo toshdek qattiq narsa tiqilgan. Quloq solmaydigan bo'lsang, ko'z yoshlarim so'zlaydi. Sana, kun, oy, yil, qaysi yilning qaysi payti, bularning nima ahamiyati bor taqsir? Titragan qo'llarimga boda tutaver Soqiy. Qasamki, uni ichmayman, yerga otaman. Aslida men hali o'zim yaratilmagan paytdan beri sarxushman. Mendan bu voqealar qaysi vaqt bo'lib o'tgan edi deb so'rab ham o'tirma. Qaysi payt bo'lganining nima farqi bor axir? Men shunchaki xotiramni aytib beryapman xolos. Bulutlar qizg'ish tusda va yomg'ir so'zlarni yoqib tashlamoqda. Rostdan ham qog'ozlar nega yonib ketmayapti? Lablarim nega yonmaydi Soqiy? Tomirlarimni ishq va muhabbat otashi bitta qo'ymay zizg'anak qilmoqda-yu, nega qo'lim tekkan joylar ham qo'shilib yonmayapti? Bu qadimgi hikoya Soqiy. Davr mening davrim emas. Ha, bu gapni men aytdim, ammo bu gap meniki emas. Bu hikoya ancha ilgari zamonlardan kelib, qalbimga tashrif buyurgan. O zamonlar Hazrati Odam jannatda edi. O zamonlarda Hazrati Odamning ko'zi ilk bor Havvoga tushdi. Asmoil Husnani o'rgandi. Ana o'sha davrlarda ham mavjud bo'lgan hikoyani aytib beraman. Bu sukut aslida meniki emas Soqiy. Bu diyorning yozuvlari unniqib ketgan, o'zi esa begonalar uchun yopiq. Tilimda bittagina tovush qolgan. Ishonaver, ixtiyorim ham o'zimda emas. Meni eshityapsanmi Soqiy? Quloqlaring tom bitmadimi? Shu paytgacha aytgan bitta ham so'zimni eshitmadingmi? Unday bo'lsa, tilim amringga muntazir. Umrimning sarmoyasi u. Uni sening ixtiyoringga topshirdim. Bu men kabi faqirdan bir tuhfa bo'lsin. Qo'llaringni dengizdek moviy rangli muqovaga tekkiz. Sahifalarda umrimni qidirib ko'r. Lablarim izini, muhabbatim otashini qidirib ko'r Soqiy. Men harflarim bilan so'zlayin. Bu hikoyani eshitgan faqatgina men emas edim Soqiy. Bu hikoya eshitganlarning xotirasida naqshlandi. Ular bu hikoyani yetkazdilar va she'r yo'lida hikoyani fido qildilar. Axir bu she'r emasmi Soqiy? Qani lablarimdan chiqayotgan so'zlarni kuzat. Men senga she'r o'qib berayin. Ha, hikoyamni she'r bilan yuvayin va she'rni qabrda saqlab qo'yayin. Nasib ekan eshita olmaysan Soqiy. Tovushlar seni iztirobga sola olmaydi. Sening kalimalarga to'la diyoring ham yo'q. Mening ongim falaj bo'lsa, sening tovushing majruh. Bu ikkisining qay biri alamliroq Soqiy? So'z beraman, bu sirringni dengiz qa'rida saqlab qo'yaman. Tovushimni esa osmon va falakka qadayman. Baribir quloq solaver Soqiy, senga bir hikoyani aytib beraman.
40 kun davom etgan chilla o'tirishimda xuddi 40 yil o'tib ketgandek o'zgardim. Chillaxonam o'zimning qarovsiz vayrona uyim edi. 40 yilda 40 ta so'z o'rgandim. 40 yil ichida 40 ta mavzuni o'rganishga ulgurdim. O'tkinchi umrimni mana shu 40 yil ichida 41 siyohlonga soldirdim. Siyohimni daftar yozuvga ishlatdim. Yo'q, yig'lamadim soqiy. To'lqin ustimga yaxlit qoyadek tushgan payt mayda bo'lib ketdim. Tuproqqa aylandim, vayron bo'ldim. Kimga gapirsam, kimga tushuntirsam ham gapimga ahamiyat bermadi. Devona bo'lsa kerak-da deb qo'ya qoladi. Mutlaqo javob bermaydi. Tilni darmonsiz, xonadonni mehmonsiz, so'zlarni esa tilsiz qoldirib ketaveradi. Ha, ehtimol sen ham meni tinglamasang kerak soqiy. Quloqlaring eshitmaydi-ku gapirgan gaplarimni. Balki shuning uchun senga aytib berayotgandirman hayotim sirini. Balki shu sababdan senga qoldirib ketarman mana bu otashli daftarni. Sen uni o'qimasang ham kerak soqiy. Agar odamzodga bo'lib o'tgan narsalarni hikoya qilib bera olmasam, xuddi umrim behuda o'tib ketgandek his qilaman o'zimni. Senga 40 sananing har birida tomirlarimda jo'shib oqqan, ko'z qorachiqlarimda o'zim naqsh aylagan, ko'nglimga osudalik bergan, qamish qalamimga jo eta olgan sirlarni aytib beraman. Sen meni tanimaysan soqiy. Ko'zing bungacha biror marta menga tushgani ham yo'q-ku. Bu yerlarga ilgari biror marta ham kelmaganman. Afsuski, birinchi marta uchratib turganim sendan boshqa bironta tanishim ham yo'q o'zi. Sirdoshim, holdoshim tugul bironta hamrohim ham yo'q. Qulog'ing eshitmasligini bilib oldinga keldim soqiy. Men kalimalar bilan diyorlar barpo etgan, so'zga chechan, siyoh bilan dengizlarni jo'shtirib yuboradigan Hattot Hasan bo'laman. Ilgarilari meni shunday deb chaqirar edilar. Meni shunday deb atar edilar. Qamish qalamimdan nozik nihol harflar chiqar, oq qog'ozga qora durdonalar bitar edim. Siyoh qarindoshim, qamish qalam holdoshim, kitoblarim ko'ngildoshim edi. Meni Hattot Hasan derdilar. Hozir meni baliqchi deb chaqiradilar. Men esa umrimda bir dona bo'lsa ham baliq ovlagan odam emasman. So'zdan ham ko'ra ko'proq men qalamni yaxshi ko'rdim. Qalamga mehrim tushdi. Qalamsiz yashay olmay qoldim. Tomirimdagi qonlarimni siyohaylab, qamish qalamimning tomirlariga tekkizdim. Jonimdan afzal ko'rdim, umrimni baxshida qildim. Bor yo'g'imdan qalamni ustun ko'rdim. Bu daftarga men nafas ato qilganman soqiy. Bir nafas olib chiqargudek vaqtga sig'adigan umrimni mana shu daftarga yozdim. 40 kalimada 40 dengiz. 40 dengizda 40 marvarid. 40 marvaridning ichida esa 40 ta qatra bor. Va bu qatralarning har biri 40 ta alohida bulutdan yog'gan edi. Har bir inson ishq va muhabbat haqida boshqalarga o'xshamaydigan qilib gapiradi, bilaman soqiy. Men ham shunchaki ulardan biri bo'laman soqiy. Es-hushimni yo'qotgunimcha bu qissamni saqlasam edi, balki u bilan birga dengizga sho'ng'irmadim. Bu hikoyaning yo'q bo'lib ketishini istamadim. Bu hikoya men bilan birga yonmasin. Hech bo'lmasa bitta odamzod o'qisin uni. Ha, hech yo'q, bitta bo'lsa ham inson zoti bilsin bu olamda Hasan degan bir faqirning yashab o'tganini. Bu juda qadimiy bir hikoya soqiy. Nafsimni otash dengizida allaqachon yoqib tashlaganimni bilsinlar deya, bularni may hidi anqigan qo'llaringga tutkazmoqdaman. U ham bo'lsa o'tkinchi umrimning oxirgi imtihoni bo'lsa kerak. Hayotimning 40 yilida mana shu qissani tarannum etdim. Keyin esa ortimga boqdim va bir ho'plashda dengizlarni qalbimga aylantirdim. Hikoyani aytib berishga esa faqat seni topdim. Umrimni so'qqa boshlikda o'tkazdim. Mana hozir seni topdim soqiy. Tinglamasang ham bu ma'yus daftarimni senga qoldirib ketaman. Bu afsulli kalomimni senga aytib beraman. Men seni tanimayman soqiy. Seni hech kimga o'xshatayotganim ham yo'q. Sen biror kimsaga o'xshamaysan ham. Ko'zimdagi hayoliy manzaralar o'chirildi. O'rnimdan esa necha yillar o'chib ketdi. Yolg'iz o'zim va mana shu moviy muqovali daftar qoldi. Bu butun umrning xulosasidir soqiy.
Bu daftarimni senga qoldiraman va siyohdan dog' bo'lib ketgan qo'llarimni dengizlarda yuvib tozalayman. O'zim siyohini olgan dengizlarga bor yo'q sarmoyamni yashirib qo'yaman. Osmonu falakda qushlar bilan birga yig'layman. 40 ta so'zdan iborat daftarimni ularning kaftlariga tutqazaman. Bu maktub emas, Soqi, bu arzi hol xolos. Bu g'aroyib umrimning bayonidir. Senga bu nomani qoldirib ketayin va o'qib tugatmasingdan bu ma'yus daftarimni qo'lingdan qo'ya ko'rmagin. Uni yirtib yo'q qilib tashlay ko'rmagin. Bu qadimiy bir hikoya, Soqi, senga uni gapirib berib uyquga keta qolaman. Ishqu muhabbat ilmi kitobi debochasi. Ishqu muhabbat Alastu bazmida bir kuldi-yu tushdi kaftimga. Shundan beri hovuchimdan atirgul ifora anqir. Izoh. Alastu bazmi al-Misoq kuni, ya'ni ahdnoma kuni degani. Alloh taolo qiyomat kunigacha tug'iladigan barcha odamlarning otalarining pushti kamaridan chiqarib, ularga Alastu bi robbikum, Robbingiz emasmanmi deb savol bergan. Hamma zurriyotlar bo'lmasamchi, xuddi shunday, sen Robbimizsan, biz bunga guvohmiz deb javob berib, Alloh bilan ahdlashganlar. Avvalambor bu olamda bemahal bir vaqtda umrguzaronlik qilganim va boshimdan o'tkazgan majarolarni aytib bermog'im kerak. Mana bu dengizga tushishimdan ilgari qaysi diyorlarda quyoshni tomosha qildim. Ko'zlarim kimlarning ko'ziga tushdi? Shularni aytib berayin. Nimalarni eshitgach, 40 harfni mana shu daftarga qayd qildim. Nimalarni bilib, nimalarga esa idrokim yetmadi. Qayerlarda javlon urdim-u, keyin tovonimga kirgan tikanlarni sug'ura olmadim. Avval o'zim ishqi muhabbat deb o'ylagan saroblar u o'ngimda bo'lyapti deb o'ylagan tushlarimdan gapirayin. Ishqi nozanin dilbarlarga tushib qolgan ko'ngillarni bilasiz, ey o'quvchim. Tushunarsiz hayollarga berilish, hayollarga ishonib qolish, yoningda bo'la olmaydigan bir insonni sevish yoda suratini o'zing bila olmaydigan sevgi muhabbatga mubtalo bo'lish. Qoracha, qora mag'az, balki qora ko'z yoxud tun kabi Laylo. Bilmayman. Buni bila olmayman. Buni bilishimning iloji ham yo'q. Hech ko'zim tushmagan. Tasavvurimdagini sevdim. Ishqi muhabbat deganlari agar bir xayoldan iborat bo'lsa, bu xayol og'ushida 40 yil 40 zindonda sarmoyamni boy berdim. Keyin esa har bir yilimga bir kalimani o'xshatib ko'rdim. Har kuni qog'ozga bittadan nuqta chizdim. Har yili bitta nuqtani bir so'zga aylantirdim. Olamga nazar tashladim. Avvaliga men sevgan zot qayerda? Tushuna olmadim. Keyin dabdurustdan zehnim chiroqdek porladi. Har yerda u zotni ko'ra boshladim. Hayol. Atirgul butog'i kaftimga tushdi. Avvaliga uni haqiqiy deb o'yladim. Keyin esa ko'zimga ko'rindi, xolos dedim. Hamma narsa gulzordan boshlandi. Necha yil oldin edi, bilmasam. Bu atirgul gulzori edi, gulshan. Gulga ishqim tushdi. Kulga aylandim. Ishqim muhabbatga jonimni ham berib yuborgidek berilib ketdim. Mana shu tasavvur olamimdan kelgan ovozga ishqu muhabbat ilmi deb nom berdim. Bu ilmni nomi umr bo'lgan makoni yo'q maktabda o'rgandim. Yillar bo'yi odam zoti bilan bir marta ham ishqi muhabbat haqida gaplashmadim. Shuncha yil mana shu mo'jazgina xonamda xuddi bir cho'lda aylanib yurgandek bo'ldim. Agar noto'g'ri aytayotgan bo'lsam, demak noto'g'ri o'rganganman. G'ofil bandaman-da. Bu hikoya gulzorlardan boshlandi. O'sha payt yoshim necha edi? Yodimda yo'q. Balki aytishga tilim bormayotgandir. Bu hikoya esa kaftimga atirgul butog'idan tushdi. Xattot bo'lishimdan avval bog'larni parvarish qilar edim. Bu yerga Bolgariya taraflardan kelib qolganman. Men kelgan Kazallik viloyati o'zining atirgullari bilan mashhur. Izoh: Kazallik Bolgariyaning atirgullar vodiysida joylashgan shahar. Men u yerda gulzorlarda atirgul to'plar, gullardan xabar olib turar edim. Sukutim avval atirgul bo'ldi, keyin esa uning hosili harflarga aylandi. Tushuntirib aytayin, bitta bo'lsa ham odam zoti o'qir axir deb bu hikoyani muhabbat bilan sug'orib, muhabbat bilan zinatlab aytib berayin.
Quloq soling, ey o'quvchi. Siz o'qiydigan bu satrlar allaqaysi qalb oshig'ining aqiqdek ko'z yoshlaridan iborat.